Xormanglar. Qaranglar, biz yana shu joyga keldik. Bu tortishuv hali beri tugamaydi, chunki bir-birimizga tushuntira olmayapmiz-da. Rahmat sizga texnik go'ritni o'rgatib qo'yganingiz uchun. Afsuski biz u nastroykani bilamiz. Yaxshi, qanaqa funksiyaligini juda ham yaxshi bilamiz. Agar u funksiyani texnik go'ritni agar men o'chirib qo'ysam, bu shaharda yurib bo'lmaydi. Buni o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Men nima demoqchi edim? Sibros berib olgandan keyin bu olish kerakmi? Chunki men juda ko'p eshitaman. Sibros berib olinglar bo'ldi, tegish shart emas hech joyiga. Yuravering. Chunki bu O'zbekiston uchun chiqqan-ku. O'zbekiston uchun chiqqani uchun bu masalan Sibros berib olgandan keyin hamma radari ko'rish kerak bu. Lekin buni ko'rmayapti-yu. Men shuni aytib bermoqchi edim. Neonline detektorlarda Sibros berib olgandan keyin hamma radari ushlaydi. Hech qaysi o'chmaydi. Men shuni aytib bermoqchi edim. Mana ishonmasalaring, mana Sibros berib yuboraman. Qaranglar. Перезагрузка устройства. Удаление. Перезагрузка устройства. Da qilamiz. Mana. Sibros bo'ldimi? Ha, zavodskoy настройкаga tushdimi? Zavodskoy настройкада trassaga qo'yib qo'y. Режим магистраль. Режим трасса. Mana. Trassaga qo'yaman, qani yuraman. Mayli, kelinglar, Sibros. Aytasizlar-yu, Sibros berib yuboringlar. Bo'ldi, boshqa joyga tegish shart emas degan gaplar men juda ko'p eshitganman-da. Sibros berib yuborgandan keyin bu olish kerak, to'g'rimi? Erda 30 dan keyin qo'shadi. Mana 40 ga chiqdik. Bu hozir deteksiya berish kerak. Tezligimiz 50 dan ziyod. 200. Qani? Qani? Yo'q-ku. Yana tezlashamiz, mana 40 dan oshdik. Qani? Qani? Olmadimi? Mana. Qani, olmadi-yu. Shunaqa gaplar. Ras shunaqa ekan, Sibros berib yuborib, yuraveringlar deyish kerak emas. Aytish kerak xalqqa. Mana shu texnik go'ritni o'chirib qo'ysang, oladi, lekin shaharda yura olmaysan deb aytish kerak bo'ldi. U qiyin joyi yo'q. Men hali texnik go'ritni ko'rsatib beraman sizlarga shaharda vaqti kelsa. Yurib bo'lmaydi, eshikka ham, teshikka ham kirib chiqadi. Salomat bo'lasizlar.